Diqqat! Aziz pensionerlar va pensioner qarindoshlari bor yurtdoshlar. Bugungi ma'lumot juda muhim. Pensiya kartangiz yoki pensiya to'lovi kutilmaganda bloklanib qolishi, pul tushmay qolishi yoki bankdan yechib bo'lmasligi mumkin. Eng xavflisi shundaki, ko'pchilik bunga oldindan tayyor bo'lmaydi. Sababini bilmaydi va bir necha kun, ba'zan bir necha hafta sarson bo'ladi. Men bugun sizga oddiy tilda tushuntirib beraman. Pensiyalar nima sababdan bloklanadi? Qaysi holatda xavotir olish kerak? Qaysi holatda vahimaga tushmaslik kerak? Bank, pensiya jamg'armasi va boshqa idoralar bilan qanday gaplashish kerak? Qanday hujjatlarni tayyorlab qo'yish kerak? Bu video nafaqat pensionerlar uchun, balki ota-onasi, buvisi, bobosi nogironligi bo'yicha pensiya yoki nafaqa oladigan yaqinlari bor har bir inson uchun kerak. Videoni oxirigacha ko'ring, chunki oxirida men aniq amaliy qadamlarni aytaman. Qayerga borasiz? Nima deb ariza yozasiz? Qaysi hujjatni ko'rsatasiz? Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing, chunki bunday ogohlantirishlar ko'p odamni muammodan saqlab qoladi. Avvallari ko'plab pensionerlar pensiyasini kassadan naqd olardi. Pochtachi uyga olib kelardi yoki odamlar mahalla. Bank pochta bo'limi orqali pulini olishardi. Hujjatlar ko'proq qog'oz shaklida yurardi. Tekshiruvlar ham sekinroq bo'lardi. Biror xatolik bo'lsa, mahalladagi mas'ul xodim yoki pochta xodimi orqali bilib olish nisbatan oson edi. Albatta o'sha paytda ham muammolar bor edi. Lekin pul to'xtab qolishining sababi ko'pincha joyida aytilardi. Hozir esa vaziyat boshqacha. Pensiya to'lovlari ko'p hollarda bank kartalariga o'tkazilmoqda. Ma'lumotlar elektron bazalar orqali tekshiriladi. Fuqaroning pasporti, ID kartasi, yashash manzili, tirikligi, chet elga chiqib ketgani, bank kartasi holati, sud yoki majburiy ijro bilan bog'liq qarzdorliklari hujjatlaridagi nomuvofiqliklar avtomatik tizimlarda ko'rinishi mumkin. Bu bir tomondan qulay. Pul kartaga tushadi, navbat kamayadi, shaffoflik oshadi. Lekin ikkinchi tomondan birgina xato ma'lumot, muddati o'tgan karta, yangilanmagan hujjat yoki noto'g'ri kiritilgan raqam sababli pensioner o'z pulini vaqtida ola olmay qolishi mumkin. Men ko'p kuzatadigan asosiy muammo shuki, odamlar pensiya bloklandi deganda darhol davlat pulimni bermayapti deb o'ylaydi. Aslida esa bloklanishning bir necha turi bor. Birinchisi, pensiya umuman hisoblanmay qolishi mumkin. Ikkinchisi, pensiya hisoblangan, lekin bank kartaga tushmagan bo'lishi mumkin. Uchinchisi, pul kartaga tushgan, lekin karta bloklangan bo'lishi mumkin. To'rtinchisi, pul tushgan, lekin undan qarzdorlik, ijro hujjati yoki boshqa qonuniy ushlab qolishlar sababli foydalanish cheklangan bo'lishi mumkin. Har birining sababi va yechimi boshqacha. Birinchi navbatda kimlar alohida e'tiborli bo'lishi kerak? Men buni oddiy qilib aytaman. Hujjatlari yaqinda almashgan, bank kartasi muddati tugayotgan, telefon raqami o'zgargan, yashash manzili o'zgargan, chet elga uzoq muddatga chiqqan, ismi sharifida har xil yozilishlar bo'lgan, qarzdorligi bor yoki sud qarori bo'yicha majburiy ijro ishiga tushgan pensionerlar ko'proq xavf guruhida bo'ladi. Masalan, birinchi holat. 18 yoshli otaxon pensiyasini har oy bank kartasidan oladi. Kartaning muddati 2025 yil may oyida tugagan. Otaxon buni e'tiborga olmaydi, chunki kartaning oldida mayda yozuv bilan oy va yil ko'rsatilganini ko'rmagan. Iyun oyida pensiya hisoblanadi, lekin karta ishlamaydi. Bankomat pul bermaydi, do'konda to'lov o'tmaydi. Otaxon pensiyam bloklandi deb o'ylaydi. Aslida pensiya bloklanmagan, karta muddati tugagan. Yechim oddiy. Banka pasport yoki ID karta bilan borib, yangi karta o'chtirish kerak. Lekin agar u buni bilmasa, bir haftalab pensiya jamg'armasiga qatnashi mumkin. Ikkinchi holat. Ayol kishi pasportini ID kartaga almashtirgan, lekin bankdagi ma'lumotlarni yangilamagan. Bank tizimida eski pasport seriyasi turibdi. Pensiya jamg'armasi bazasida esa yangi ID ma'lumotlari ko'rinadi. Ba'zi hollarda pul o'tkazmasi ushlanib qolishi yoki bank operatsiyani qo'shimcha tekshiruvga qo'yishi mumkin. Pensioner pulim qani deb bankka boradi. Bank ma'lumotni yangilang deydi. Shunday vaziyatda eng to'g'ri yo'l yangi ID karta, eski pasport nusxasi bo'lsa, uni ham olib borish, bankda mijoz ma'lumotlarini yangilash, telefon raqamini tasdiqlash. Uchinchi holat. Pensionerning kommunal xizmatlardan, alimentdan, kreditdan yoki sud qarori bilan belgilangan qarzdorligi bor. Masalan, farzandi nomiga kafil bo'lgan, kredit qaytmagan, keyin majburiy ijro hujjati ochilgan. Pensiya kartasiga pul tushadi, lekin bir qismi ushlab qolinadi yoki karta hisobiga cheklov qo'yilgan bo'ladi. Bu yerda bank men yecha olmayman deydi. Chunki cheklov majburiy ijro byurosi sud ijrochisi tomonidan qo'yilgan bo'lishi mumkin.
Pensioner bank bilan janjallashadi, lekin asl yechim bankda emas. U ijro hujjati raqamini aniqlashi, qaysi organ qo'yganini bilishi, qarzdorlik miqdori va ushlab qolish tartibini tekshirtirishi kerak. 4-holat. Pensioner chet elga farzandlari oldiga ketgan va uzoq vaqt qaytmagan. Ba'zi to'lovlar bo'yicha shaxsning yashash joyi, tiriklik holati hujjatlarining amaldaligi tekshirilishi mumkin. Agar idoralarda fuqaro bilan aloqa yo'q, ma'lumot yangilanmagan degan holat paydo bo'lsa, to'lov vaqtincha to'xtatilishi yoki tekshiruvga olinishi ehtimoli bor. Bu ayniqsa nafaqa va alohida toifalardagi to'lovlarda seziladi. Shuning uchun chet elda yurgan pensionerlar konsullik, yaqin qarindoshlar va mahalliy idoralar orqali o'z ma'lumotlarini o'z vaqtida yangilab borishi muhim. 5-holat. Pensioner vafot etgan. Lekin yaqinlari karta orqali pulni yechishda davom etgan. Men buni juda jiddiy ogohlantirish sifatida aytaman. Bunday qilish mumkin emas. Vafot etgan shaxs nomiga keyin tushgan pul qonuniy tekshiruvda qaytarilishi talab qilinishi mumkin. Ba'zan qarindoshlar bu otamizning puli edi deb o'ylaydi. Lekin pensiya shaxsning tiriklik holati va huquqi asosida to'lanadi. Vafot sanasidan keyingi to'lovlar bo'yicha alohida tartib bo'lishi mumkin. Shuning uchun oila a'zolari vafot holatini yashirmasligi, tegishli idoraga xabar berishi, dafn puli yoki o'linmay qolgan pensiya bo'yicha qonuniy tartibda murojaat qilish kerak. Endi kimlar xavotir olmasligi mumkin? Agar sizning kartangiz amalda bo'lsa, pasport yoki ID ma'lumotingiz yangilangan bo'lsa, telefon raqamingiz bankda to'g'ri turgan bo'lsa, qarzdorlik bo'yicha ijro hujjatingiz bo'lmasa, yashash manzilingiz o'zgarmagan bo'lsa va pensiya odatdagidek tushayotgan bo'lsa, vahimaga hojat yo'q. Lekin baribir profilaktika kerak. Chunki muammo chiqqandan keyin emas, chiqmasdan oldin tekshirib qo'ygan odam yutadi. Endi eng muhim nozik jihatlarga o'tamiz. Birinchi nozik jihat, bloklandi degan so'z har doim bir xil ma'no anglatmaydi. Bank kartasi bloklangan bo'lishi mumkin, pensiya to'lov bloklangan bo'lishi mumkin. Hisob raqamiga cheklov qo'yilgan bo'lishi mumkin yoki shunchaki texnik kechikish bo'lishi mumkin. Shuning uchun birinchi savol doimo shunday bo'lishi kerak. Pul hisoblanganmi yoki yo'qmi? Agar hisoblangan bo'lsa, qaysi bank hisob raqamiga o'tgan? Agar bankka o'tgan bo'lsa, nega yechib bo'lmayapti? Ikkinchi nozik jihat, bank xodimi har doim ham pensiya hisoblanish sababini bilmaydi. Bank faqat hisob raqam, karta va operatsiyani ko'radi. Pensiya tayinlash, to'xtatish, qayta hisoblash, hujjatlarni tekshirish bo'yicha asosiy ma'lumot pensiya jamg'armasi tizimida bo'ladi. Shuning uchun bank bizga pul kelmagan desa, bu bank aybdor degani emas. Pensiya jamg'armasi pul yuborilgan desa, bankdan tranzaksiya yoki hisob raqam holatini so'rash kerak. Har ikki tarafdan yozma yoki aniq javob olish foydali. Uchinchi nozik jihat, SMS kelmagani pul tushmadi degani emas. Ba'zan telefon raqami o'zgargan bo'ladi. SMS xizmati o'chgan bo'ladi. Aloqa operator muammo qiladi yoki bank ilovasida xabar ko'rinmaydi. Shuning uchun faqat SMS ga qarab xulosa chiqarmang. Bankomatdan balans tekshiring. Bank ilovasiga kiring yoki bank bo'limidan hisob varaq ko'chirmasini oling. 4-nozik jihat, yaqin qarindoshlar karta PIN kodini bilib olib, pensioner nomidan pul yechishi xavfli. Agar pensionerning o'zi rozi bo'lsa ham, qonuniy jihatdan eng to'g'ri yo'l ishonchnoma rasmiylashtirishdir. Chunki ertaga oila ichida nizo chiqsa, kim qancha pul yechdi degan savol tug'iladi. Ayniqsa yoshi katta, kasal, yura olmaydigan pensionerlarning pensiyasi bo'yicha ishonchnoma, vasiylik yoki qonuniy vakillik masalalarini oldindan tartibga solish kerak. 5-nozik jihat, kartani begonalarga bermang. Men sizga pensiyani chiqarib beraman. Bankda tanishim bor. Kartangizni vaqtincha berib turing degan gaplarga ishonmang. Firibgarlar aynan pensionerlarni nishonga oladi. Ular telefon qilib, o'zini bank xodimi deb tanishtiradi. Karta raqami, amal qilish muddati, SMS kodini so'raydi. Men qat'iy aytaman, bank xodimi hech qachon SMS kodini so'ramaydi. SMS kodini aytdingizmi, pulingiz ketishi mumkin. Keyin pensiyam bloklandi deb yurasiz. Aslida esa hisobingizdan pul yechib ketilgan bo'ladi. 6-nozik jihat, pensiya miqdori kamayib tushsa, bu ham bloklanish emas. Ba'zan qayta hisob-kitob bo'ladi. Ortiqcha to'langan summa ushlab qolinadi. Aliment yoki qarzdorlik bo'yicha ushlab qolish bo'ladi yoki avvalgi oyda avans, qo'shimcha to'lov bo'lgan bo'lishi mumkin. Masalan, pensioner odatda 1500 ming so'm oladi. Bu oy 1000 ming so'm tushdi. U 400 ming so'mni olib qo'yishdi deydi. Lekin sababini bilish kerak. Ijro hujjatimi, qayta hisoblashmi, bank komissiyasimi, boshqa ushlab qolishmi?
Rasmiy ko'chirma olmasdan xulosa chiqarmang. 7-chi nozik jihat, yashash joyi bo'yicha ro'yxat va haqiqiy yashash manzili farq qilsa, ba'zi xizmatlarda muammo tug'ilishi mumkin. Ayniqsa yolg'iz pensioner, nogironligi bor shaxs, parvarishga muhtoj insonlar bo'yicha mahalla, tibbiyot yoki ijtimoiy xizmatlar bazasida ma'lumotlar mos bo'lishi kerak. Bir joyda ro'yxatda, boshqa joyda yashayotgan bo'lsangiz, hujjatlaringizni tekshirib qo'ying. 8-chi nozik jihat. Hujjatdagi ism sharif farqi katta muammo tug'diradi. Masalan, bir joyda Gulnora, boshqa joyda Gulnoza. Bir hujjatda otasining ismi Abdullayevna, boshqasida Abdullayevna o'rniga xato harf bilan yozilgan. Avval bunday xatolar ko'zdan qochishi mumkin edi. Elektron tizimda esa harf ham ahamiyatli. Shuning uchun tug'ilganlik guvohnomasi, nikoh guvohnomasi, pasport, ID karta, bank ma'lumotlari bir-biriga mos bo'lishi kerak. Endi aniq qadamlarni aytaman. Agar pensiyangiz tushmay qolsa yoki kartangiz ishlamasa, birinchi ish vahima qilmaslik. Avval muammoni to'g'ri ajrating. Pensiya hisoblanmadimi? Bankka kelmadimi? Kartaga tushdimi? Lekin yechilmayaptimi? Birinchi qadam, bank kartangizni tekshiring. Kartaning amal qilish muddatiga qarang. Agar muddati tugagan bo'lsa, bankka boring. O'zingiz bilan ID karta yoki pasport, telefon raqamingiz ulangan SIM karta, eski kartangizni olib boring. Bankdan yangi karta ochishni, eski hisob raqamiga bog'lashni yoki pensiya tushadigan hisobni aniqlashtirishni so'rang. Ikkinchi qadam, bankdan hisob varaq ko'chirmasini oling. Oxirgi 1-2 oy bo'yicha pul tushganmi? Qancha tushgan? Qachon tushgan? Kim tomonidan tushgan? Keyin qayerga yechilgan yoki ushlanganini ko'ring. Og'zaki gap bilan cheklanib qolmang. Imkon bo'lsa, bank ilovasidan ham tarixni tekshiring. Lekin yoshi katta insonlar uchun bank bo'limidan ko'chirma olish ishonchliroq. 3-qadam, pensiya jamg'armasiga murojaat qiling. Tuman yoki shahar pensiya jamg'armasi bo'limiga boring. O'zingiz bilan ID karta yoki pasport, pensiya guvohnomasi bo'lsa, bank kartasi rekvizitlari, bankdan olingan ko'chirma, telefon raqamingizni olib boring. U yerda shunday savollarni bering. Mening pensiyam shu oy hisoblanganmi? Qaysi sanada hisoblangan? Qaysi bank hisob raqamiga yuborilgan? To'lov to'xtatilgan bo'lsa, sababi nima? Qanday hujjat yetishmayapti? 4-qadam, agar qarzdorlik yoki ijro cheklovi bo'lsa, majburiy ijro byurosi yoki sud ijrochisi bilan aniqlashtiring. Bank sizga hisobda cheklov bor desa, cheklovni kim qo'yganini, hujjat raqamini, sanasini so'rang. Keyin tegishli ijro organiga boring. U yerda qarzdorlik miqdori, ushlab qolish foizi, cheklovni bekor qilish sharti, to'lov rejasini bilib oling. Agar siz qarzdorlikka rozi bo'lmasangiz, yozma tartibda e'tiroz bildirish yoki sud orqali himoyalanish masalasini ko'rib chiqing. 5-qadam, hujjatlaringizni yangilang. ID karta olgan bo'lsangiz, bank ham, pensiya bo'limiga ham yangi ma'lumotlarni bildiring. Telefon raqamingiz o'zgargan bo'lsa, bankdagi raqamni almashtiring. Karta yo'qolgan bo'lsa, darhol bankka qo'ng'iroq qilib bloklatib yangi karta oling. Agar ismingiz, familiyangiz nikoh, ajrim yoki boshqa sabab bilan o'zgargan bo'lsa, tasdiqlovchi hujjatlarni olib boring. 6-qadam, yura olmaydigan pensionerlar uchun oldindan ishonchnoma masalasini hal qiling. Agar pensioner bankka bora olmasa, notarial ishonchnoma orqali ishonchli farzandi yoki yaqiniga vakolat berishi mumkin. Lekin bu ishni shaffof qiling. Oila a'zolari orasida kelishuv bo'lsin, pul qayerga sarflanayotgani aniq bo'lsin. Bu kelajakdagi nizolarning oldini oladi. 7-qadam, ada yozishda aniq yozing. Masalan, men falonchi pensiyam 2025 yil falon oydan buyon kartamga tushmayotgan yoki yechib bo'lmayotgan sababli murojaat qilmoqdaman. Pensiyam hisoblanmaganini, to'lov qaysi hisob raqamiga yuborilganini to'xtatilgan bo'lsa, asosini yozma ravishda ma'lum qilishingizni so'rayman. Arizaga pasport yoki ID nusxasi, bank ko'chirmasi, karta rekvizitlari, telefon raqamini ilova qiling. Har doim arizaning nusxasini o'zingizda qoldiring. Qabul qilingan sanasini belgilatib oling. 8-qadam, firibgarlardan ehtiyot bo'ling. Hech kimga SMS kod aytmang. Karta raqami bilan birga amal qilish muddati va kodlarni bermang. Telegram yoki telefon orqali pensiyangiz bloklangan, ochib beramiz deganlarga ishonmang. Rasmiy masalalar faqat bank, pensiya jamg'armasi, davlat xizmatlari markazi yoki tegishli rasmiy idora orqali hal qilinadi. 9-qadam, har oy kichik nazorat qiling. Pensiya tushadigan sanani taxminan biling. Karta muddati qachon tugashini yozib qo'ying. Telefon raqamingiz ishlayotganini tekshiring. Bank ilovasidan foydalansangiz, parolni begonalarga bermang. Agar ilovadan foydalanmasangiz,
ishonchli farzandingiz balansini tekshirishda yordam bersin, lekin kartaning o'zi va PIN kodi ustidan nazorat pensionerning o'zida bo'lsin. 10-qadam, agar sizga og'zaki javob berib, masala hal bo'lmasa, yozma murojaat qiling. Og'zaki ertaga keling, tizim ishlamayapti, kutib turing degan gaplar bilan oylar o'tib ketmasin. Yozma murojaat javobgarligini kuchaytiradi. Qaysi idora nima dedi? Qaysi kuni bordingiz? Kim bilan gaplashdingiz? Barchasini yozib boring. Bu keyinchalik muammoni yuqori tashkilotlarga olib chiqishda yordam beradi. Azizlar, bugungi asosiy fikr shuki, pensiya bloklanishi degan muammo ko'pincha birgina sababdan emas, hujjat, bank kartasi, qarzdorlik, elektron baza, telefon raqami yoki shaxsiy ma'lumotlar mos kelmasligidan kelib chiqadi. Shuning uchun har bir pensioner va uning yaqinlari kartaning muddatini, hujjatlarning to'g'riligini, bankdagi ma'lumotlarni va qarzdorlik holatini oldindan tekshirib qo'yishi kerak. Men sizlardan iltimos qilaman, bu mavzuga beparvo bo'lmang. Bugun hammasi joyida bo'lishi mumkin, lekin karta muddati tugasa, pasport almasa yoki telefon raqami yo'qolsa, ertaga pensiyani olishda muammo chiqishi mumkin. Ayniqsa yosh katta ota-onangiz bo'lsa, ularning kartasini, hujjatini, bankdagi raqamini tekshirib qo'ying. Agar sizda ham pensiya tushmay qolgan, karta bloklangan yoki bankda tushunarsiz muammo bo'lgan bo'lsa, izohlarda yozing. Qaysi holat bo'lganini ayting. Boshqalar ham tajribangizdan xulosa qiladi. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va yaqinlaringizga yuboring. Chunki bitta ogohlantirish bir pensionerni katta sarsonlikdan, hatto pul yo'qotishdan saqlab qolishi mumkin.